Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Bugun sizlarga yangi proyektimizni taqdim etmoqdamiz. Xo'p, bu proyektimizga biz har xil universitetlardan o'zimizning studentlarimizni taklif qildik. Sizlarga qiziq bo'lishi uchun birinchi studentlarimiz Sankt-Peterburg davlat temir yo'llarida o'qiydigan Vicheni deyman, ekonomika yo'nalishida aka-uka Tohirovlar. Bulardan bugun qisqacha shu o'qishlar haqida intervyu olamiz. Xo'p, Og'abey yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldinglarmi? Yaxshimiz. Qiyinchilik bo'lmadi men kelishga. Xo'p, sizlarni bugun taklif qilishimizdan maqsad, mana bizlarni kuzatib borayotgan podpishchilarimiz bor, kanalimiz a'zolari. Ularga qiziq, endi o'qishga kirib, qanaqa o'qib yurganlarining proseslarida, endi o'qishlar haqida, e'lidan migratsion cho'zdirish shuna haqida hozir sizlar bilan intervyu olamiz. Xo'p, o'zlaringni tanishtirsalar ham bo'ladi, bizlarning podpishchilarimizga. Bemalol tanishtiravering. Assalomu alaykum. Men ismim Tohirov Og'abek. Men Xorazmdanman. Men iyun oyida Rossiyaga kelganman, 24-yil. Masofaviy konsul agentlarini o'sha paytda yo'l uchratib o'qishga kelganman. Men o'qishga kirishimga boshqa narsa ham yordam berishdi. Hozir birinchi kursman. Dokument tomonlama, patentda yurib bo'lsa ham men shu yerda o'qisa bo'lar ekan. O'sha tomonlama menga yengilliklar ajratildi-da bulardan. Xo'p, mana siz keldingiz, o'tgan aytganingizga o'xshab iyulda Rossiyaga keldingiz. Eminda biz haqimizda kim orqali siz eshitdingiz? Kimdan eshitdingiz? Eminda. Akamdan eshitdim. Akangiz eshitdi, что biz o'qishga kirishga shug'ullanamiz. O'zingizga o'qishga kirish как желаниеңiz bo'lib, keyin keldingiz bizga, to'g'rimi? Xo'p, konsultatsiya kelib bizdan konsultatsiya oldik, o'zingizning qiziqishlaringiz haqida endi biz sizga ikki universitet taklif qildik, to'g'rimi? Xo'p, o'shandan keyin o'qishlaringiz boshlandi, например, sentyabrda deylik. O'sha o'qishlar haqida birinchi taassurotlaringizni aytsangiz, hammaga ko'p qiziqda bu endi. Mana o'qishga borib birinchi o'qishga borgan kuningiz qachon? Mana qaysi paytdan boshlandi? Shundan keyin 19-sentyabr kuni bo'ldi. Bizdan darsga borib, birinchi darsimizga qo'yishdi masalan. Studentskiy olib berishga. Studentskiylarning qachon chiqdi примерно? Ko'pchilikga qiziqda, misol uchun har xil universitetga har xil vaqt chiqadi. Sizlar endi borayotgan darslaring, o'qiyotgan forma bo'yicha endi haftada 1-2 marta borib turish kerak. To'g'rimi sizlarga endi? Birinchi studentskiylarni qachon olding o'zlaringga? Bir haftadan keyin. O'sha o'qish boshlagandan keyin bir haftaning ichida oldik o'sha. Bizani bolalar olib borib, sizlarga olib berishdi, to'g'rimi? Unda. Xo'p, darslarga borganlaringdan keyin hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadimi? Misol uchun rus tilidan qanaqadir qiyinchilik bo'lsa agar domlalar kulib bunaqa narsalar bo'lmadimi? Ko'pchilik qo'rqadi shundan. Kulib boshqa narsa bo'lmadi, ozgina qiyinchilik bo'lgan. Bizdan o'qishga kelgan masofaviy konsul bizga yordam berishdi. Unda darslaringizga olib borib, ko'rsatib, mana siz hozir patent bilan yuraman dedingiz, допустим. Patent bilan ishlab yuribsiz, lekin bu hech qanaqa bir o'qishingizga ta'sir qilgani yo'qmi? Patent bilan yurgan bo'lsangiz ham, endi uchoqba deb sizga hech kim universitet tomonidan trебовать qilgani yo'q, to'g'rimi? Endi ishlab yuribsiz. Patentga hech qanaqa aloqasi bo'lgani yo'q. Qiyinchilik ham bo'lgani yo'q. U o'qisa bo'lar ekan, unda patent qilib ham rabota bo'lsa. Keyin semestr boshqa qiyinchilik, boshqa narsasi bo'lsa yordam berishadi unda. Da, o'zimiz agar siz qiynalsangiz agar, o'zimiz bolalardan yordam so'rasangiz, yordam berib beramiz. O'qishni tugatguncha bizga endi shunaqa qilyapmiz, bu studentlar qiynalmasligi uchun, meni bizdan kirgan studentlar, o'qishni tugatguncha biz sizlarga yordam beramiz. Qanaqa savollaringiz bemalol avrashda qilsalaring bo'ladi. Xo'p, yana keyingi masala kontraktlar to'lash masalasi. Ikkinchi kontrakt hozir ikkinchi semestrga o'tdingiz. Qachon kontrakt to'laysiz ikkinchi kontraktingizni? Fevralda to'langan. Ikkinchi kontraktim fevralda to'ladi. Fevralda to'ladilar. Hech kim sizlardan trебовать qilmadi. Biz unga ham sizlarga biz o'zimiz aytdik, kontrakt to'langlar deb. Kontrakt to'lab yuribsizlar, to'g'rimi? Ha. Haftada necha marta borib turibsizlar o'z darsga? 2-3 marta. 2-3 marta borib turibsizlar darsga. Sizlarga yoqyapti bu o'qish, to'g'rimi? Unaqa hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Qiyinchilik bo'ladi, lekin unchalik emas, to'g'rimi? Unchalik emas, lekin hamma. Nima maslahat berasiz, допустим, bizani kuzatib turgan podpishchilarga? O'qishni boshlamay turganlarga endi. Kelib o'qishlarni maslahat berardim. Просто жалко vaqtini o'tirib bu yerda yurmasda-da, bu to'lqa ishlab patentda. O'qishni boshqa narsaga. O'qib ham ishlab ham o'qisa bo'ladi, iloji bor. Faktik o'qishga beribsiz. Xo'p, mana hozir siz patentda yuribman dedi, yana shu savolga qaytamiz. Dальнейшем mana siz biz patent ishlash huquqiga ham ega bo'lgansiz, xohlasangiz shunaqa qilsangiz bo'ladi. Dальнейшемda shunaqa planlaringiz bormi? Borib grantsiyaga borib kelib, tam uchoqba qilib yurib, biz patent ishlab yurishni xohlayapsizmi? Ha, men hozir uyga ketyapman. Borib kelgandan keyin O'zbekistonga ketyapman. Kelgandan keyin studentskiy to'g'rilab, yana dalacha o'qishni davom qilmoqchiman. Studentskiy emas, endi shu migratsionini cho'zdirib, registratsiyani o'z bilan yurmoqchisiz, to'g'rimi? Hozir biz patentda ishlab yuribsiz. Men hozir patent
qimmat bo'lib boshqa bo'lib ketgan. Да, hozir hammaga выгодно, что Problemasi nisbatan qilib ishlab yurishda. To'g'ri, lekin sizchi, sizlarda qanaqa o'qish, sizda qiyinchilik yo'qmi o'qishda? Nima deysiz o'qish haqida? Hozir bitta sohada ikkalani o'qiysiz, to'g'rimi? Siz ham studentskiy olib bo'lgansiz, to'g'rimi? Adashmasam. Darslarga borib yuribsiz. Qiyinchilik yo'qmi? Sizning planlaringiz qanaqa? Biz ham hozir patent yuribsizmi? Sizning planlaringiz qanaqa? Biz ham almashtirmoqchimiz, 3 oy vaqt kelib borib Grensiyada. Uyga borib kelgandan keyin almashtiraman. Birga, как бы tushundim, birga yurmoqsiz. Yaxshi. Rahmat kelganingiz uchun. Vaqt ajratib bizga mendan shu bolalarga qiziq, baribir bizlar qanaqa o'qib yuribdi degan. Ani yo'q, afsuslanmaysizlar o'qishga kirganlaringdan, to'g'rimi? Как бы yo'qot sizlarga o'qish, to'g'rimi? Конечно, yo'qotda. Rahmat. Sizlar bugungi bizning mehmonimiz Sankt-Peterburg davlat temir yo'llari universitetidan kelgan bolalar. Alohida rahmat aytamiz. Bizda keyingi mehmonlar ham bor. Imminda kuzatib turinglar. Xudo xolasa ular bilan ham hozirroq intervyu olishga harakat qilamiz. Xo'p, bizda keyingi mehmon Sankt-Peterburg davlat pedagogika universitetida o'qib yurgan, hozirda 2-kurs bosqich talabasi, Nemetskiy fakultetida o'qiyotgan Qadamov Donyorbek. O'zingiz haqingizda aytib bersangiz bizning podpishkalarda, qanaqa qilib grantga o'qishga kirgansiz, kim yordam bergan bunga, baribir hammaga qiziq. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum. Я сам родом из Узбекистана, город Хорезм. Сейчас мне 20 лет в этом году будет, 21. Учусь, вот, как вы сказали, в университете Герцена, педагогический университет. В будущем преподаватель немецкого языка. Xo'p, Doniyor, hammaga qiziq, baribir yana siz qachon tayyorgarlik ko'rishni boshlagan seminar nemetskiy sohasiga va qachon bizga обращаться qilgansiz? Keyin yana bitta savol o'rtada. Qayerdan bizani topgansiz seminar, bizning agentство haqida qayerdan informatsiya olgansiz? Kim bizni bizga boshlab kelgan? O'qishga topshirish uchun menda. Вопрос очень хороший. Отвечу, скорее всего, на первый вопрос. Подготавливаться, именно изучать немецкий язык я начал задолго до поступления. У меня вообще были другие планы. Поступления речи не шло. Вот. Не был уверен в своих силах, вот, поскольку вот, надеялся поехать в Германию. Но что-то вот не срослось, оно и к лучшему. Я был в Узбекистане, готовился, вот, немецкий изучал. Мои родители, в частности моя мама, увидела вот Наша реклама, как бы. Да, да. И вот говорит, надо бы попробовать. И вот попробовали, приехал чуть раньше, в апреле, там, апрель-май. Потому что у немцев вот есть поговорка: лучше прийти на 3 часа раньше, чем на 5 минут позже. Да, поэтому здесь вот это сыграло на руку, я думаю. Много шансов было. Второй вопрос. Забыл. Какой был второй вопрос? Второй вопрос был таким, как наша организация именно вам помог именно поступить? Как От нуля до самого конца меня прям за ручку возили, что я, честно говоря, в Узбекистане, повторюсь, были вообще другие планы, как поступать, что, какие документы нужно собирать, понятия не имел. Родители, само собой, тоже, потому что родители тоже в высшем учебном заведении не учились, поэтому вот. Вы, значит, первый, да, получается? Да, да, все, от самого нуля до самого поступления. А сейчас уже обучаетесь, все нормально, все хорошо? Сейчас все прекрасно. Преподаватели, уроки, занятия, все прекрасно. А какие отношения именно преподавателей к иностранным гражданам, которые учатся именно на бюджет? Разницы нет вообще никакой. Контрактник, вы бюджетник, для преподавателя вообще нет никакой разницы. Относятся ко всем одинаково. Замечу такой факт, что к иностранным гражданам относятся даже лучше. Чисто мой опыт, поскольку новая культура. Преподаватель — это все-таки старший студент, у нас так говорят, потому что преподавателям тоже хочется узнавать все многое. И вот им интересна моя культура. Мне часто вот на уроках спрашивают, на парах спрашивают о моей культуре, когда мы изучаем другую культуру. Вы что бы посоветовали бы вот абитуриентам, которые хотят вот поступать на бюджет или на контракт? И разница есть поступить на бюджет или на контракт именно? Какие вот дают плюсы и минусы? Плюс экономия средств. Ну да, это первое. Других, наверное, различий нет. То есть именно в плане отношений
никак. Одинаково. Там Одинаково. ваши преподаватели даже не знают, да вы учитесь на бюджете или на контракте, да? Да, Или они даже не спрашивают. Ну, Они не не спрашивают, спрашивают, да. да. Им это попросту неинтересно, все для них одинаковые студенты. А дальнейшие планы какие у вас? Вы хотите оставаться здесь, как бы после окончания бакалавра или куда-то уезжать? Вот, честно, так далеко вот я еще не думал. Мгм. Но есть, да, планы? Как бы? Но планы есть, да, все с волей Аллаха, все как вот получится. Магистратуру хотелось бы. Здесь именно. Не уверен, потому что филиалы тоже открываются в Ташкенте. если Да, не в Ташкенте ошибаюсь. есть, да. Вот, поэтому, возможно, туда, возможно, здесь. Да, хорошо. Спасибо, что пришли, уделили это времени, как бы. Спасибо большое вам. Вам спасибо, что интересуетесь мнением. Да, Спасибо большое. Спасибо, что и вам пригласили. спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Xo'p, do'stlar, mana bizda yangi mehmon, yangi studentimiz Sankt-Peterburg texnologiya universitetida o'qiydilar. Keling o'zlaridan so'rab ko'ramiz, qaysi yo'nalishda va qanaqa forma bichimida o'qiyaptilar. Rustambek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Men Samarqand viloyati Narpay tumanidan, ismim Rustambek. Iyun oyida mana shu oyimlarni uydagilarni fikrlari bilan mana shu Sankt-Peterburg shahriga kelib o'qishga topshirganman. Masofaviy konsullik agentligiga. Hozirda o'qishim ajoyib ketmoqda. Juda ham Zo'r desam bo'ladi. zo'r desa ham bo'ladi. Hech qanaqa kamchiliklar yo'q, hech qanaqa muammo yo'q. Xo'p, Rustambek, qarang, universitet sizga qanaqa qulayliklar qilib beryapti? Bu o'qishga qatnash bo'yicha yoki qanaqadir dokumentatsiya bo'yicha uni подписчиklarimizga o'zingiz aytsangiz agar yaxshi bo'lardi. Meni dokumentatsiya yoki o'qish taraflama bo'yicha qulayliklarini sizni fikringiz bo'yicha. Hozirda men Sankt-Peterburg shahrida Texnologik universitetida ekonomika fakulteti logistikada o'qiyapman. Hozirda universitetning qulaylik tomonlari menga studentskiy bilet shu migratsion karta 1 yillik hozirda. Registratsiya hech qanaqa hech narsadan muammo yo'q. Любой время uyga ketaman desam, qaytib kelgandan keyin ham migratsionni cho'zib berishadi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Sizga yoqyapti menda mana shu yerda o'qish, to'g'rimi? Bunaqa bo'ladi toza. Xo'p, Rustambek, mana shuncha qulayliklar qilib beribdi sizga universitet. Siz oxirigacha o'qish niyatingiz bormi bu yerga o'zi? Shunaqa, 4 yil davomida o'qish niyatim bor. O'qib, diplom olib, O'zbekistonga borib, keyin o'zingiz karyerani O'zbekistonda davom ettirasiz. Agar xohlaman desangiz ham, bakalavrdan keyin shu yerga magistraturaga o'qisangiz ham bo'ladi. Biz o'zimiz bunga ham yordam beramiz. Xo'p, kelganingiz uchun sizga rahmat kattakon, vaqt ajratib, ishlaringizga omad, o'qishlaringizga ham omad tilab qolamiz. Sizlarga ham rahmat aytib qolamiz. Rahmat. Xo'p, mana aziz do'stlar, bizning bugungi podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, agar pastda kommentariyada like bilan qo'llab-quvvatlanglar. Biz albatta yana boshqa universitetlardan, sizlarga qiziq bo'lgan universitetlardan studentlarimizni chaqirib, meni biz orqali o'qishga kirgan. Ulardan ham intervyu olishga harakat qilamiz. Imенно teparodagi kurslar, magistr bolalarni chaqirib ham harakat qilib ko'ramiz sizlar uchun menda. Agar sizlarga o'qishga kirish qiziq bo'lsa, shu bolalarga o'xshab o'qimoqchi bo'lsalaring, pastdagi raqamlar orqali bizga aloqaga chiqinglar yoki savollaringizni yozib qoldiringlar. Albatta bizning operatorlarimiz sizlarga bog'lanib, savollaringizga javob berishadi.